أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Sağdaşlar, biz aldığımız saatlik dersimizde ilmul maani bilen hoşlaşıp bugünkü dersimizde ilmul bayanni başlaş aldı turumuz. Dersine başlaştığın ilgili biz kitapның 5'e bir qaytili biz fasahat, balagat haqqidagi tushunchalar to'g'risi to'xtalgan vaqtimizda avval fasahatni ta'rif qilgan bo'ldik. Fasahat deganimizni ta'rif qilishdan ilgari biz fasahat tepiladigan o'rinlarni bir bilib oldik. Fasahat so'zlarda tepiladi, jumlalarda tepiladi, mutakallimda tepiladi. So'zda tepilgan fasahat deganimiz so'zning 3 xil ayib nuqsondan xoli bo'lishi. Tanafurul huruf, g'arabat, muxalafatul qiyas. Jumlaning o'xshash 3 xil ayibdan xoli bo'lishi. Tanafurul kalimat, da'fut ta'rif, at-taqid. Deb bir jumlaning fasahatli bo'lishiga 6 shartni qo'ydik. Chunki kalimaning fasahatli bo'lishi kalamning fasahatli bo'lishidan oldingi shart bo'lgancha biz jumla nuqtasini tutsak 6 shart topiladi. 3 so'zdagi shart, 3 jumladagi, 3 kalimadagi, 3 kalamdagi shart. Bu shartlarning ichida biz o'zimizning yaratilma tabiiy tuyg'umiz bilan hal bo'ladigan shartlar bor. Masalan, so'zdagi va kalamdagi, kalima va kalamdagi tanafurul huruf, tanafurul kalimat degan bu shartlar bizdagi tuyg'u bilan hal bo'ladi. Ya'ni tuyg'umizga ig'ir kelgan, tilimizga ig'ir kelgan, tilimiz hech qo'llashmagan so'zlarning hammasi normalda tanafurul huruf yoki tanafurul kalimatga kiradi. Va bu shartlarning ichida sarf orqali hal bo'ladigan shartlar bor. Muxalafatul qiyasga o'xshash, adabiyot orqali hal bo'ladigan shartlar bor, g'arobatga o'xshash, nahviy orqali hal bo'ladigan shartlar bor, da'fut ta'lib bilan taqid labziga o'xshash. Endi bizning oldimizda qolib qolgani taqid ma'naviy bo'ldi. Taqid ma'naviy deganda biz shu darsni so'zlayotgan vaqtimizda ishlatuvchi jumla uslublarini to'g'ri qo'llanmaslik orqali jumladagi mayli tashbih yoki majoz yoki kinoya olsun bu ifodalash shakllarini to'g'ri qo'llanmaslik sababidan digujning maqsadi bilan ang'uzining tushunchasining o'tirida farq paydo bo'lib qolishni biz taqid ma'naviy degan bu qolib qoldi oldimizda. Mush birisi qolib qoldi hal qilishga tegishli jumla fasahatli bo'lish uchun. Endi jumla fasahatli ko'p bo'lgandan keyin jumla fasahatli bo'lish degan shartni hazırlab bo'lgandan keyin jumla holning taqozosiga mos kelsa, ya'ni o'zi ifodalamoqchi bo'lgan muddaoga munosib shaklda jumla qurilmalarini keltira olsa, biz buni balog'at degandik. Shunda bo'lganda biz balog'at shartini hazırlash uchun bir jumlada balog'at deb hukm balog'atlik jumlada hukm qilish uchun bizning hozirlash tegishli ikki ishimiz qolib qoldi. Birisi holning, maqomning, holining taqozosiga mos shaklda jumlalarni keltira olish. Ya'ni jumlaning shu maqomning taqozosiga mos holatdagi ahvollarini bilish bu bir. Yana birisi taqid ma'naviy qolib qolgan. Biz endi kitobimizning birinchi bobida shu ahvollarni o'qidik. Masalan, jumlaning umumiy qurilmasi vakillik qiladigan muslay, musnad, isnad, insho, ixbor, masalan, qasri, fasli, vasli, mutaallaqatul fi'l, ijoz, isnad, musavat qatorliq jumlada topiladigan bütün holatlarni bahs qilib chiqdik, qurilmalarini ko'rib tunib chiqdik. Endi oldimizga qolib qolgani taqid ma'naviyni hal qilish. Taqid ma'naviy bayat deganimizdek ishlatuvchining jumla shakllarini ishlatishdagi masala hisoblanadi. Biz bu babga kirishdan ilgari bir nuqtani tushunib olish kerak endi. Biz arab tilini tadqiq qilganimizda arab tilidagi so'zlarning ifodalash shakli, ya so'zni bir ma'noga muayyan tayinlash orqali ma so'zdan ma ma'no chiqadi, darobadan urdi degan ma'no chiqadi degan shaklda bir so'zning bir ma'no olamiz. Adatda normalda misolga da'vatimi, daraba degan so'z kelib qolsa, biz tabiiyki buni urdi deb ma'no olamiz. Nima uchun? Chunki arab tilida mushu so'z mushu ma'noga tayinlangan. Qomuslarni izlasangizmi shu xil ma'no chiqadi. Daraba urdining ayni ma'nosi, o'z ma'nosi. Asad shir degan hayvonning
öz ma'nosi. Rajul er kishi deganning öz ma'nosi. Chunki arab tilida azaldan shu so'z shu ma'noga tayinlangan, shu xil shaklda qo'llanilgan. Bu bir ifodalash shakli. Arab tilining so'zlarini ifodalash shakli bu. Ikkinchi xilista, yana bir xil ifodalash shaklida sözlerden biz hazır tushunayotgan ma'no yoki jumlada ishlatilgan qo'llanilgan ma'no so'zning bayatdan birak tayinlangan ma'nosi emas, shu tayinlangan ma'noning ma'lum bir qismi bo'ladi. Hozir jumlada qo'llanayotgan ma'no shu so'zning asli tayinlangan ma'noning ma'lum bir qismi bo'ladi, ma'lum bir juz'iy qismi bo'ladi. Bu ahvollarni bo'ladi endi. Endi bika-bikaga bir so'zning butun ma'nosi ma'lumdi. Onun ma'lum bir juz'isiga bu so'z majmul dalolat qilmaydi. Cho'qim hozirgi so'z asli tayinlangan kul ma'no bilan jumlada ifodalanayotgan juz'iy bir qism, juz'iy ma'noni o'tirida ma'lum aloqa bo'ladi. Bika qilib qolmaydi. Bu ikkinchisi. Uchinchisi, ba'zi so'zlar o'zining ma'nosidan hal qilib turib, ikkinchi bir xil ma'noni ifodalaydi. Ikkinchi bir xil ma'noni. Ya'ni so'zning lug'atini aqtasak boshqa ma'no chiqadi, lekin qo'llangan vaqtimizda uningdan biz jumlada ifodalagan ma'no boshqa ma'no bo'ladi. Bu arab tilini kuzatish orqali chiqargan umumiy yakun. Ya'ni biz bir arabcha jumlalarni, arabcha kitoblarni tarjima qilganimizda, mayli u Qur'on bo'lsin, hadis bo'lsin, yoki boshqa adabiyot kitoblar bo'lsin, yoki boshqa kitoblar bo'lsin, ifodalanmoqchi bo'lgan so'zlarning ifodalash uslubi bu. Ya söz lug'atan tayinlangan ma'noni ifodalaydi, ya lug'atan tayinlangan ma'noning bir qismini yerimini ifodalaydi, yoki lug'atan tayinlangan ma'no asla chiqmay, shuning munosabatlik ma'lum tarafidan tutishadigan, bir tarafa bog'lanadigan munosabatlar boshqa bir ma'nolarni ifodalaydigan bir ahvollar bor. Buning ichidagi wad'an tayinlangani, buni biz odatda normalda dalolat bil mutabaqa deymiz. Yani sözün ma'no bilan to'liq mos kelgan shaklda ifodalanishi. Söz ma'nosini to'liq mos kelgan shaklda ifodalanish deymiz. Juz'iy dalolat qilganni dalolat bit tadammun deymiz. Sırt ma'noni ifodalaganni men bayatda dedim-ku, har bir söz o'zi tayinlangan ma'noni qo'yib qo'yib, munosabatsiz boshqa ma'noni ifodalamaydi. Cho'qim o'zining ma'nosi bilan ifodalanmoqchi bo'lgan yana bir ma'noga bağlanılan bir taraf var. O bağlanış, meyli bizning tasavvurimizdagi bağlanış olsun, ameliy reallıktaki bağlanış olsun, qanday şekilde bağlanış olsun, bir bağlanış tüpeyledin. Muhatap, ya mutkellim, ya başqalar, ya örf asasida, ya o'zining tunugan bir istilah asasida tunuydigan şekilde olsun, bir bağlanış var. Şu bağlanışlar yana bir ma'noga tayinlanadi. Mush tüpeyledin an iltizam. Üçüncü xil iltizam deb ataymiz. Shu tüpeyledin birisini ifodalaydi. Ma asliga tayinlangan ma'noni qo'yib qo'yma. Shunga o'tirib bir munosabat bor. Ma'noni tatbiq etiladigan bir munosabat bo'lgancha bu yerdagi ifodaning dalolat bil iltizam. Luzumiyat o'tirdiki birisiga bog'lanishlik munosabati deb atilib, uchga bo'linadi. Dalolat bil mutabaqa, dalolat bil tadammun, dalolat bil iltizam. Diqqat qilsanglar, bu uchga bo'linish bir jumladan 3 xil ma'no chiqaradi degan gap hisobda. Agar shunda qo'llanilgan imkoniyat bo'lib qolsa, ba'zida shu jumlaning asli ma'nosi, ba'zi juz'iy ma'nosi, ba'zida munosabatlik g'ayri ma'no. Dal jumlalarda mushu xil shaklda bir jumladan bir xil ma'noni ifodalasak, yoki bir ma'noni xilma-xil yo'llar bilan ifodalasak, ba'zida mutabiq shaklda, ba'zida juz'iy tadammun shaklda, ba'zida iltizom shaklda ifodalasak, bu bunun biz qanday uslubni qo'llanishga ehtiyoj qilamiz desa, balog'atning bir xil uslublarini qo'llanishga ehtiyoj qilamiz. Bu uslublar dal biz hozir o'qimoqchi bo'lgan ilmul ma'anining nimani bo'ladi? Uslublardir. Ilmul ma'anining xarakteri bu. Ilmul ma'anining xarakteri bu. Odatda agar dal jumlaninki yorqin ifodalash, alohida mazmunlarni chiqarish, cümle ifadelaştaki ustalık, načarlık, güzellik, tüvellik müşahede şekildir. Nimişka mutabaka top kelse, bütün cümlelerin ifadeleş şekildir, mutabaka top kelse, hiç kını fark kalmaydı cümlelerin ifadeleş şekillerine oturda. A cümlenin şu ma'na, ma cümle. O emnisi fark olmaydı çünkü her cümle özü teylengen ma'na, del iltizam, tadammun, ma'noqlar kuvvetken vaxtıda
bağlanışlıq, münasibət dairəsinin yaxın, yiroqligi, ro'shan, g'ayri-ro'shanligiga qarab turib ifodalangan ma'nolari ro'shan, g'ayri-ro'shan, yaqin, yiroq bo'ladi. Bir odam bir ma'no bilan yana bir ma'noning o'rtasini qanchalik bog'lay olsa tasavvurda, tafakkuri yuqorilib, tasavvuri yuqorilib, shu yiroq ma'nolarni aklab ifodalay oladi. Shunga biz odatda Uyg'ur tiliga qarasaqmi, adabiyotchilarimiz yozgan maqola bilan odatdagi odam yozgan maqola o'xshamaydi. Garchi demakchi o'g'li o'xshash bo'lsa-mu, ma'noning ishlatgan tili, ifodalash uslubi, qo'llangan shakllari, tasvirlari, jonlantiruvlari boshqalardan farqlanadi. Bu tasavvurdagi, ya'ni shu qo'llangan uslublar o'rtasidagi munosabatni bog'lashga munosabatlik masala. Dal shu xil hukmni biz ilmul ma'anida qanaqa qilamiz, qo'llanamiz. Endi hozir biz ilmul ma'aniga kirmagachga, men nurg'un so'zlarni, ya'ni zag'ir tildan davat etmaslarga, sizlar tushunadigan tillar bilan buning har birisining o'zgarishli atalg'ulari bor. Inshaalloh darsga kirgan jarayonda qadam-qadam atalg'u surgan siri biz shu atalg'ularni o'zlashtirib deb udillabmamiz. Bu ilmul ma'anining xarakteri qolsa, endi men sizlarga ilmul ma'aniga berish xarid yo'llarini bir sizib beray avval dars kirishdan ilgari. Esingizda bo'lsin, arab tilidagi jumla o'zining ifodalagan ma'nosida ya haqiqiy bo'ladi, ya g'ayri haqiqiy. Haqiqiy deganimiz jumla o'ziga tava bo'lgan ma'noni ifodalaydi, ya o'ziga tava bo'lmagan ma'noni ifodalaydi. Hozirgi jonlantiruv uslubida. Diqqat. İlmul ma'niga munosabatlik jonlantiruv uslubida. Biz bir ma'noni ifodalamoqchi bo'lsa, jonlantirish uslublarida ya haqiqiy shaklda, gap ayni to'g'ri shaklda ifodalanadi, ya g'ayri haqiqiy almashtirilgan so'z o'z ma'nosidan g'ayri ma'noga qanaqilingan almashtirilgan shaklda ifodalanadi. Buningda haqiqiy o'g'ini bizning ilmul ma'ni so'zmoqchi bo'lgan 3 cho'ng bob bor: tashbih, majoz, kinoya. Tashbih haqiqiy bo'ladi. Bu odam yo'lbosga o'xshash qahramonkan desa, bu yerda almashtirilgan bir gap so'z yo'q. Odam yo'lbos o'xshash bash. Agar haqiqiy olmay, gap jonlantirilish yuzidan so'z asli ma'nosidan ko'chib boshqa ma'noda qo'llanilgan bo'lsa, bu gap nima bo'ladi? Ya majoz, ya kinoya bo'ladi. Majoz degan nima onda bo'lsa, hozir qisqacha tushuntirish bersam, majoz deganimiz so'zning asli ma'nosidan ma'lum bir munosabat paydadan ikkinchi bir ma'noga ko'chganni majoz deymiz. Kinoyachi, umi shu, ayni ma'no. Ikkisining ne farqi bor desam, majozda bir so'z aslidagi ma'nodan ko'chma ma'noga ko'chgandan keyin aslidagi ma'noni iroda qilib, ya'ni chiqarg'ili bo'lmaydi. Chunki jumla aslidagi ma'noni iroda qilib qo'ymaydigan shaklda kelgan. Bu bir. Kinoya deganimiz aslidagi ma'noni iroda qilib bo'ladigan shaklda kelsa, ya'ni jumla bir so'z o'z ma'nosidan ikkinchi bir ko'chma ma'noga ko'chdi. Aslidagi ma'noni ifodaligida bo'ladi, ko'chma ma'noni ifodaligida bo'lsa, bu kinoya bo'ladi. Aslidagi ma'noni butunlay unutib, ishlatgili bo'lmaydi, faqat ko'chma ma'nolarni ishlatgili bo'lgan bo'lsa, buning bo'ladi, majoz bo'ladi. Buni ta'rifotini so'zlaymiz inshaalloh, ammo hozir bu qadar tushunib turinglar, tamam. Biz boshdan kiraylik. Arab tilidagi jumlalarni ifodalash shakllari ikki xil bo'ladi. Birisi haqiqat, birisi g'ayri haqiqa. Birisi haqiqa, endi birisi g'ayri haqiqa. Haqiqa o'g'ini tashbih bo'ladi. Nima? Tashbih bo'ladi yoki g'ayri tashbih. G'ayri tashbih ham bo'lgani biz ilmul ma'anida o'qiganlarning hammasi g'ayri tashbih. Tashbih ham bo'lgani endi o'qiymiz. Endi ma g'ayri haqiqa o'g'ini ya majoz bo'ladi, ya kinoya bo'ladi. Kinoyani tushunimiz, turlarini ayiramiz, tugaydi masala. Endi majoz bilan kelgan vaqtida majoz degan bir narsani o'z o'rnida ishlatmay, g'ayri o'rnida ishlatish emasmi? Agar bu xil ahvol isnotlarda qo'llanilsa, fe'l va fe'lga o'xshash bilaklar o'zining tava bo'lgan failiga isnot qilinmay yoki o'zi tava bo'lgan maf'ulga qaratilmay, uning g'ayriga qaratilsa, bu majoz aqli yo'lida. Biz buni kitobning beshida o'qib o'tdik, isnot babida. Agar bu xil ko'chma shaklda, ko'chma o'rinda qo'llanish ahvoli isnotlarda bo'lmay, so'zlarning lug'at ma'nosida bo'lsa, so'zlarning ma'nosini chiqishda bo'lsa, bu xil majoz lug'viy deymiz. Endi majoz lug'viy bir yolg'iz so'zning ma'nosida bo'lsa, buni mufrat deymiz. Jumlalarda bo'lsa, buni murakkab deymiz. Mufrat o'g'ini bir narsa bilan yana bir aslidagi ma'no bilan keyingi ma'no, ko'chma ma'noni o'tirdiki tashbih aloqasiga asoslanib turib
an köçken bolsa, bunu biz istiara deymiz. Teşbihtin başqa cüzgünlük, çoğun kiçiklik mesela hal mahallek, sebep musabbetlik, zaman ve makan degandek har xil sebepler bilan köçken bolsa, bunu biz mecaz mursal deymiz. Mecaz nima? Mursal. Endi istiara teşbihini unutgan şekilde kullanılsa, bunu vakti kelgan tunuşumuz hazır sizlarga tushunish şekilde yapıyorum. Mekniye anha, yani istiara bilkinay oludu. Eğer uçuqroq şekilde teşbihini unutmagan şekilde o'qigan bo'lsa, bu tasrihiye oludu. Her birisi mekniye bilan tasrihiye her ikilisi asliye, tabiiye ikkidan bo'linadi. Biz mushu hozir degan tertib bo'yicha kitobda qanaqa qilamiz taraqqiy qilib mangamiz. Undaganda bizning hozir o'qimoqchi bo'lgan ilmul bayon cho'ng jihatdan 3 ga bo'lingan. Tashbih, majaz, kinoya. Tashbih majaz bilan haqiqatning o'ttirdagi bir tarafi. Haqiqat so'zning o'z ma'nosida ishlatilinishi. Tashbih so'zning ko'chma ma'nida jonlantirilishi ishlatilinishi. Endi tashbih degan nima? Majaz ko'chma ma'nida jonlantirilish shaklida ishlatilinishi. Tashbih degan nima desa, gapning hammani haqiqat shaklida qo'llanildi, lekin majazga o'xshash nima chiqadi undan jonlantirib chiqadi. Demek tashbih haqiqat bilan majazning o'rtasidagi bir bo'lak. Biz haqiqatdan endi chiqdik. Butun o'qiganlarimizning hammasi jumlaning, so'zlarning o'z ma'nosida qo'llanish uslublari ilm ma'nida o'qiganlarimiz. Endi keldik ko'chma ma'nida ifodalashganimiz. Biz ko'chma ma'niga kirishning birinchi qadami tashbihdan boshlanadi. Chunki ko'chma ma'nolarda, mayli majaz bo'lsin, kinoya bo'lsin, hammasida bir yushurun o'xshash bo'ladi. Biz bir narsaning ko'chma ma'nosiga ko'chishdan ilgari bir narsani cho'qimagan bir narsaga yushurun qilgan bo'lamiz, o'xshatgan bo'lamiz. Bu ahvollarni inshaalloh dars jarayonida tushunasizlar. Endi aptur bizga darsning ahvoliga kelishdan ilgari bir muqaddimadan bir nima edi, tezdan o'qib o'tib ketaylik. Yani ilmul bayonni ta'rif qilish haqida ki muqaddima va uning qismlarining taqsimlanish ahvoli. Kelayli bayon lug'at ma'nida bir narsani echish, izohlash, ro'shanlashish degan ma'nida. Ya'ni bayon odatda normal bizning lug'at ma'nosida hozir deganimizdek echish, izohlash, ro'shanlashish degan bo'lgan bo'lsa, bizning tushunishimizda bayon o'zining ichidagini boshqalarga qanaqa qilish, ifodalab berish, ko'ngil bani boshqalarga qanaqa qilish, deyilish degan ma'noda keladi. U arab tilidagi bana shay yabinu bayonan degan manda ma'noda keladi. Bir narsa ro'shanlashib, ini qurib ketsa o'tirsa, odatda fiqh kitoblarida taloqi bayinda bir taloq va o'tirsa uch qoshkar arilib ketgan xotinning buning mazmunlari fiqh kitobida bor. Bayonning ham lug'at ma'nida fasaha va lasan, qattiq ro'shanlik, uchuqlik, balog'at fasahatiga fasahat degan ma'noda keladi. Hadisda keldi, inna minal bayan la sihra. Fasahatning bir xil odamni ta'sir qilish kuchi bor deydi ma'noda. Ta'sir qilish. Mushunda bayon fasahat ma'nosida, ma'u yuqoridagilar lug'at ma'nosi bayondan. Endi istiloh ma'nosiga kelsak, men bayonni qana tushuntirgandim sizlarga. Biz ilmul ma'anida jumlalarning har xil ifodalash shaklarini o'rgangan bo'lsak, endi ilmul bayonda bir ma'noni ko'p uslub bilan ifodalash yoki ko'p uslub bilan bir xil ma'no. Mush shakl. U o'simi bir ma'noni o'xshamagan surat, farqli qurilmalarda, mayli o ziyodalik, nuqsonlik bo'lsin, yoki dalolat qilishda, farqli qurilmalarda keltirish va oshkorlash shuning orqali bilinadigan fanni ilmul bayon deymiz. Ya'ni bir ma'no bor. O'xshash bir gap. Men birisini boy demakchi. Bu odam boy desam bir xil ifoda bo'ladi. Bu deganning o'zi bir dengiz bu desam bir xil ifoda bo'ladi. Bu degan tilla tugiladigan daraxt bu desam men bir xil ifoda bo'ladi. Men bir odamni bexil demakchi. Bu bexil. Shunami? Bu degan to'mo'xroz bu deb qo'yma. Ma bexillar to'mo'xroz ikki xil gap, lekin ifoda etmoqchi bo'lgan maqsad bir. O'xshamaydi, ammo odamni ta'sir qilish kuchi o'xshamaydi masalan. Bir odamni qo'rqinchoq deyman. Bu to'q yurak deyman. To'q yurak bilan qo'rqinchoq ikkisi bir gap. Lekin ta'sir qilish kuchi o'xshamaydi masalan. Qattiq qo'rqinchoqlikni hammadan biladigan odamni, voy bizning qahramon bu, palvon Botur deb qo'yma.
Demek çoğunun yana qo'rqinchoq demakchi bu yerda. Ig'zimdan chiqayotgani qahramon deganda gap bo'lsinmi? Demak, o'xshash bir gapni bir qancha xil shaklda ifodalash orqali bilinadigan fan ilmul bayon bo'ladi. Nimish qatsa li yuhtaraza bil wuquf ala zalik. Biz shu ahvollarning hammasini xabar tepish orqali, ifodalash uslublardan, ifodalash shakllaridan xilma-xil uslublarni xabar tepish orqali cümleni mas keltirishdiki, yani şu cümleden maqsad qilingan muratning tamomiga cümleni mas keltirishdiki xatolikni saqlanish uchun biz ifodalamoqchi bo'lgan maqsadimizni aniqlab qilsak, to'liq ifodalab beramiz uchun. Biz ilmul ma'anining 5'ida, yaklaşının aldıda taqiq ma'navida bir narsa o'qigan, taqiq ma'navida biz ifodalamoqchi bo'lgan jumlalarda mutakallim qo'llangan jonlantirish usuli, ifodalash uslubi to'g'ri bo'lmay qolib, qarshi taraf buningdan mutakallim iroda qilgan ma'noni tushunolmay qolsa, bu taqiq ma'ni yo'l degan emasmi? Dal shu xil ahvoldan saqlanish uchun ilmul ma'anida bir ma'noni xil uslub, xil yo'llar bilan ba'zi uzun, ba'zi qisqa, ba'zi bakro'shan, ba'zi mudaraq ro'shan, ba'zi mazmunliq, ba'zi yuzaki shaklda ifodalash uslublarining hammani o'rganamiz. Mushuni o'rganadigan payt ilmul ma'ani bo'ladi. Endi bu fan nereden chiqqan fan bu? Biz nima bo'lib bu fanga kelib qoldik? Arab tili zoti taqozo qilamdi desa, va dalalatul lafzi. So'zning adati bir ma'noni ifodalashi takun imma anta ala tamamil ma'na alladhi wudi'a al-lafz lahu. Ya söz şunun tayinlangan ma'noning tamomi bo'ladigan so'zning odatda to'liq ma'nosi chiqadi. Bu bir. Yoki maqsad qilingan ma'noning juz'iysiga bo'ladi dalolat degani asli so'zning o'ziga olgan ma'nosining ma'lum bir qismi iroda qilinadi ma kelgan jumlada. Yoki uningdan sirtqi bir ma'noga dalolat bo'ladi degani, yoki so'zning o'zining ma'nosi qolib qolib, boshqa bir ma'no jumladan yoki so'zdan shu qurilmadan qana qilinadi, iroda qilinadi deydi. Deb bo'lib, birinchisi so'zning o'zi tayinlangan ma'noning tamomisiga bo'lgan dalalatu wad'i deb ataladi. Buning ismi bu. Ama üçüncüsü, yani sözning uzun juz'iysiga yoki sirtqi bir narsaga dalolat qilgani dalalati aqli deb ataladi. Buni aql orqali, chunki aslidagi ma'no bilan uning ma'lum bir qismini o'tirni bog'lash to'g'ri keladi. Aql orqali bog'laymiz buni. Yoki sirtqi ma'no bilan asliga tayinlangan ma'noni o'tirsa, ma'lum darajada aqlimizda bog'lanmasa, so'zdan ani iroda qilib bo'lmaydi. Munosabsiz gapdan chiqib qo'yilmaydi. Birincisi mutabaqatga xos qilinadi, ikkinchisi tadammunga xos qilinadi, uchinchisi iltizom xos qilinadi. Ya'ni buning ismi dalalat bil mutabaqa, ad-dalala bil tadammun va ad-dalala bil iltizom deb atalgan kitoblarda, yoki tafsirlarda, yoki arab til munosabatli kitoblarda mush xil shaklda qo'llaniladi. Endi iltizomning shart, iltizom degani aslidagi ma'nodan hozir ifodalamoqchi bo'lgan ma'no butunlay sirtida, ya'ni ma'noga yaqinmi kelmaydi. Yaqin kelmagan ma'noni qandoq yaqin kelmagan bir so'zim iroda qilib olsin desa, cho'qim o'tirdi bir munosabat bog'lish bo'lish kerak. Shu bog'liq iltizomning sharti mavduullah degani keng tayinlangan. Ya'ni shu ma'noning asli tayinlangan ma'nosi bilan shu ma'nodan sirtqi keng ifodalanmoqchi bo'lgan ma'noni o'tirdi zihnimizda munosabat bo'lish kerak. Luzum degani munosabat. Munosabatsiz ma'noni chiqarib olmaydi-da. Agar biror munosabat bo'lmay qolsa, bu so'zdan u ma'noni chiqarib olmaydi. Bizning qattiq qahramondan birisi hammalar qayrildigan shundami? Deymizki, yo, bizning Arslan kel. Arslan degan to'tputlug narsa u. Yo'lbars sher u. Ammo Arslan keldi desak, buni hammadan normal tushunadi. Arslan degan so'z to'tputlug hayvonni ko'rsatsa, quyruqli. Ammo hozir jumla ifodalayotgan ma'nosi qahramon degan gap. Ikkisi bilak-bilak gap. Lekin Arslan degan so'zdan shu ma'noni chiqarish uchun ikki so'z o'tirdi bir bog'lashlik kerakki, bizning kallimizda biz taraflamoqchi bo'lgan odamni ko'nglimizga kimga o'xshatib turib, Arslonga o'xshatib bu degan shu sherdek botir odam bu deb turib deymizda. Bizning qattiq bilimli bir ulamolarimizdan birisi bor. Deymizki, bizning Abu Hanifa deb qo'yamiz. Abu Hanifa degan bir odamning ismi o. Ma'no emas. Buning ismi Ahmad Axon. Nimda buni Abu Hanifa deymiz desa, ikkisining o'tirida ichki jihatdan bilim jihatda xuddi bilimga toshqan degan bir o'qimda o'xshashlik bor bizning kallamizda. Shunday bir munosabat bo'lmasa,
aslidagi so'z tayinlangan ma'no bilan kim iroda qilingan undan sirt ma'noning o'tirida bog'lashlik olmaydi, uni erini chiqarib olmaydi. Gerçi muşu münasebet bir muhatap ya örüplek ondan başka sebeplerin oyluğun üçün mü olsun bu degine eminet olmasın bir muhatapın kallısında olsun buluş gerek bu. Zihnimizde olsun buluş gerek. Şunçilik bir kiçikli münasebet olsa andinkin ikisini bir sırasına bağlap durup anadın amenini çıkarılı buldu, bu olmaz çıkarılamaydı. Tamam. Gibimiz gireyle. Emdi muşu keltiriş. Kays keltiriş o? Biz başka kaysa ilmi bayan degan qanday fan o bir ma'noni xilma-xil yo'llar bilan keltiramiz degan tuya. Biz bayatın dalalatni üçge bo'ldik. Vaziyya aqliya deb ikkiga bo'lib, aqliyadan ikkini chiqardik tadammun bilan nima? İltizamni. Vaziyya degan so'zning o'zining tayinlangan ma'nosini ayni ifodalash oldimi? Xilma-xil shakllantirish vaziyyani shakllanmaydi. Shunda aytdim, ma yuqoridagi mazkur keltirib, ilm ma'anidagi, ta'rifatdagi bir ma'noni xilma-xil yo'llar bilan keltirish vaziyya bilan hosil bo'lmaydi. Ya'ni chunki vaziyya so'zning o'zining asl ma'nosini ifodalashi. Bu jihatda hamma so'zlar, hamma qurilmalar barobar hech qanday farqlanmas. Chunki hamma so'z o'zi tayinlangan ma'no ifodalavasa bu yerda yuqori tuvan aşkar yo'shun ma'no chiqmaydi bu yerda. Hamma gap o'xshash chiqadi. Faqat o'ziga olgan ma'no yoki o'zidan sirt ma'lum munosabat bilan bog'langan ma'noni ifodalagandan keyin shu munosabatning ro'shan bo'lishi yoki ro'shan bo'lmasligiga qarab turib ifodalanayotgan ma'no, qon, uslublar xilma-xil bo'lgan gap. Onda doğanda vaziyyadan ilm bayan çıkmaydı. Çünkü Sami sözlerinin asli teyirlenişini bilse, o sözlerin bazısının o zihinde oluşan olmaydı. Eğer Sami sözlerinin vaziyyesini bilmese ve illa bilmese, o her bir söz ve illa lem yekun kullu her bir söz Ömer'in dalalat kılmaydı bilse hemmesiyle kop gidiyordu. Fark konmaydı. Bilmese hemmesi okşaş, hiç kaysını çıkmaydı. Çünkü bilmegenden hiç kaysını okmaydı da onun. Ondağında vaziyyetin neme çıkmaydı. Yukarıda biz digen ilmul ma'anideki bir ma'nani xilma-xil yollar bilan ifodalash çıkmaydı. Bu bir. Ve yakunu ta'attihi endi şu yukarıdaki ilmul bayandaki bir ma'nani xilma-xil yollar bilan keltirish dalalat aqliya bilan bu. Dalalat aqliya qancha xilda? Ikki xilda. Dalalat bil tadammun va dalalat bil iltizam. Dalalat bil tadammun va dalalat bil iltizam. Nimishqa desa, luzumning, munosabatning ro'shanlikdagi martabasi xilma-xil bo'lish to'g'ri bu yerda. Munosabatlar, so'zlar, ma so'zning munosabati, so'zlar, ma so'zning munosabati. Balki ba'zilar bunday tushunishi mumkin, ba'zi bunday tushunishi mumkin. Ba'zi sözlerden oturudaki, bazı ma'nolardan ba'zidan oturudaki munosabat yaqin bo'lsa, darhol tushunishimiz mumkin. Ba'zi sözlerden darhol tushunolmasligimiz mumkin. Mana munosabatlar borda. Ondan keyin diqqat. Ana men bir nuqta bor. Bir so'z bor, bir ma'noga tayinlangan. Bu so'zning ma'nosi aniq lug'atda. Biz hozir da'vat qilamiz, bizning hozirgi ketayotgan tema bu so'zning o'zining ma'nosini chiqarish emas. Bu degan katta. Biz hozir shu so'zning o'zining ma'nosini qo'yib turib, shu ma'noga munosabatlik yana bir ma'noni shu so'zdan chiqana qilish ifodalash. Buning uchun dalil ketadi. Unda o'qibimiz uxlamaydi. Qana qilamiz uni? Ra'aytu asadan desam, qana tushunishlar mushtabda, balki yo'llasini ko'rdim deb tushunsin. Chunki to'g'ri u yerda asaddan boshqa ma'no chiqmaydi. Ammo ra'aytu asadan fi beytina desa, uyimizda bir yo'lbosni ko'rdim desa, bunday qarasa qahramondan birisi uyga mehmon bog'lab ketdi ekan. Uyimizda bir yo'lbosni ko'rdim desa, uyimizda degan gapga qarab yo'lbosiga uy kirmaydi. Yoki bo'lmasa ra'aytu asadan ya'kulu ma'ana. Biz bilan tamoq yeyotgan shirdimirni ko'rdim desa, biz bilan tamoq yeyotgan degan gapning o'zi bu yerda haqiqiy yo'lbos ma'nosini iroda qilmayotganligini ifodalab turadi. Qarayni shu. Çünkü haqiqiy yo'lbos bizlar o'tirib dasam tamoq yemaydi. Mashta qarayni ketadi endi. Davotdi. Shuningdan tayinlangan ma'noning lozim iroda qilinganlar bizga sidqi bir ma'no, ya'ni munosabatlik bir ma'no. Aslidagi ma'noning munosabatlik ma'nosi iroda qilingan so'zga kelsak, shu aslidagi ma'noni iroda qilmasliklari bo'lsa, masalan, bizlar birga o'tirib tamoq yeyotgan
yo'lbosni ko'rdim degan mush jumlaning o'zida biz bilan birga o'tirib tomoq yeyapti degan gapning o'zi uning yo'lbos emasligiga dalil. Mashta qolib qolsa, buning ismi majoz. Va illa degani agar unda olmay, aslidagi ma'noni iroda qilsa bo'ladi, kinki ma'noni iroda qilsa bo'ladi. Bo'lib qolsa, u vaqtda nima bo'ladi? Kinoya bo'ladi. Kinoya bo'ladi. Xo'sh, Anbiyada biz o'rganadigan narsa mazmun nechaga aylandi? 3 ga aylandi. Birisi xilma-xil ifodalashning haqiqat shakli, xilma-xil ifodalashning g'ayri haqiqat majoz shakli. Haqiqat shakli tashbih bo'ladi. Chunki tashbih majozning va kinoyaning asosi. Majoz ikkiga bo'ldik. Majozlik aloqa aslidagi ma'nodan munosabatlik sirtqi bir ma'noni iroda qilgan holat aslidagi ma'noni iroda qilib bo'lsa, buni kinoya dedik, bo'lmasa majoz dedik. Shuning bilan bizga munosabatlik biz o'rganadigan narsa 3 kvadi: tashbih, majoz, kinoya. Abtur davatudu. Endi majozli kinoyaga muqaddam qilinib kitobda burun so'zlaymiz. Chunki uning ma'nosi kinoyaning ma'nosiga juz'iy o'xshaydi. Chunki majozda bir taraf iroda qilinsa, kinoyada ikki taraf iroda qilish bo'ladi. Aslidagi ma'no va keyin iroda qilingan lozim ma'noni. Chunki majozdagi murod lozim emasini munosabatlik ma'no bas. Nimishqa aslidagi bog'lanadigan aslidagi ma'no mavzum degani mushkinki munosabatlik ma'no bog'lanadigan aslidagi ma'noni iroda qilmaslikqa dalil bo'lganlik uchun. Kinoyada lozim va mavzumni kin bog'lanadigan va aslidagi bog'lanuvchi ma'noni tang iroda qilish to'g'ri. Mana nuqtadan majoz kinoyaning bir juz'isiga o'xshaydi bu bir. Ondan keyin kinoyaning ichidan, summa minal majaz kinoyaning ichidan tashbihga asoslanganlar va istara, ya'ni kelayni nega majoz degan aslidagi ma'noni qo'yib qo'yib, keyingi ma'noni iroda qilish bo'lishi, shundaymi? Aslidagi ma'no bilan keyingi ma'no o'tirdiki, aloqa tashbih bo'lsa, ya'ni o'xshatib turib iroda qilgan bo'lsa, bu istara bo'ladi. Agar tashbih olmay boshqa nuqtadan bog'langan bo'lsa, ikki ma'no vaqtda majoz mursal bo'ladi. Biz anoz gapni nereden başlayamiz? Tashbihdan başlayamiz. Fata'ayyana ta'arudu lahki. Anda olsa bizning tegish qilishimiz tashbihga muayyanlashdi. Biz tashbihdan başlayamiz. Shunda olganda ilmul bayandan bo'lgan maqsad bizning ma'darasimizda 3 narsaga berib to'xtadi. Birisi tashbih, yana birisi majoz, yana birisi kinoya. Anoz gapni biz nereden başlayamiz? Tashbihdan başlayamiz. Menimcha kitobda Abdur bir muncha gapni qilib ketibdi. Bu tashbihni tushuntirib bo'lolmay. Ammo bizga nisbatan qiyin emas, chunki biz tarjima qila olamiz. Tarjima qilsak ham bizga nisbatan tushunish ko'p bo'lgan. Tashbihning o'zining lug'at ma'nosiga kelsak, o'xshatish degan gap. Endi sizlardan so'rasam, o'xshatish degan nima? Mening ma chopinim, sinov chopinim o'xshaydi ekan desam, nimada o'xshaydi? Rangda, yo fasonda, yo cho'nkichlikda. Ishqi bir yerda, anog'anda ikki narsani ma'lum bir tarafda respublikaga qo'shib o'tish. Bu o'xshash bo'ladi. Dadam palani o'xshaydi desa, hammaga o'xshamaydi. Ma'lum bir nuqtaga o'xshaydi. Shundaymi ya? Bu kitob palani kitobdek desa, ma kitob bilan a kitob ya hajmda, ya mazmunda, ya boshqa tarafdan ma'lum. Anog'anda o'xshash deganimiz ikki narsani shu ikkisi o'rta qo'ygan bir yerda, ya'ni ma'lum bir sifatda, ya ma'lum harakatda, ya ma'lum shaklda birisiga qo'shib o'tish, ma'no bilan o'xshashda qo'shib o'tish tashbih bo'ladi. Buni tushunib bo'ldik. Abdur davda tashbih lug'at jihati tamsil, birisiga o'xshash degan ma'noda. Endi istiloh jihati, kasbiy jihati tashbih degan nima desa, bir shayni, ya'ni bir shayga ilhoq qo'shib o'tish bo'lib, bu ikkisining o'rtasida o'rtaq bir sifat bor. Mana tushunsak bo'ladi. Ikkisining o'rtaq bir tarafi bor. Mening chopinim ana chopiniga o'xshaydi. Chunki ikki chopanning o'rtaq bir tarafi o'zi bilan yoki pason, o'rtaq bir tarafi bor. Yo'q, unda demasak, bir ishning yana bir ishqa hukmlardan bir hukmda o'rtaq ekanligini ifodalashga ma ikkisi ma hukmni billa. Buni o'xshaydi demakchi. Shu hukm degani shu sifatni ko'rsatdi. Yani mushu o'rtaqlashish haqiqiy istara yoki istara bilkinoy yo'ldan bo'lmasa, buni biz inshaalloh hozir tushuntirmaymiz. Mayadagi haqiqiy istara tahqiqiy istara bilkinoy yo'ldan bo'lmasa, istaralarda tashbih bor. Bir narsaga o'xshatib turib o'tadi, lekin ma'u tashbih emas. Chunki bu yerda tashbihning bir tarafi unutiladi. Bir narsa zehnimizda o'xshatib turib, o'xshatilgan tarafni yo mushabbah yoki mushabbah bilan ikkisini birini tashlab, biridan yana birini iroda qilamiz. Bu sal murakkabroq.
bu təşbih degan dairədən halqıb məcaz dairəsiga o'tadi. Chunki bir so'zning aslidagi ma'nosini qo'yib, yana bir ma'noni iroda qilish va lekin o'qishib turib, biz bu bobda emas. Faqat hozir abtur mushtarak gap qo'ydi. Ya'ni ma'nolardan bir ma'noda o'rtaq kelgan dalolat qiladi. Ma o'rtaqlik isti'ora yo'llanmamiz degani bir tarafini unutib, yana bir tarafdan ma'no iroda qilish. Shu ikkalangni elishmisin, isti'ora tahqiqiyat, isti'ora bilginaydi təşbih var, lekin bunun əhvalı biz hazır uyg'unayotgan təşbih o'xshamaydi. Biz bu təşbihni inşaallah bağlanib qo'yamiz o'z joyiga. Ammo hozir sizning bilan o'xshaganlar təşbih degan nima bo'lsa, ikki narsani o'rtaq bir uqumda ekanligini ifodalash, ikki narsani ma'lum bir o'rtaq nuqtaga akilib o'tish, qo'shib o'tish bir-birisiga təşbih bo'ladi. İnşallah bu məzmunlar bizə ilmul bayanın ki axırki məzmunlarda çıxır inşallah. Yəni bunun əsasən alə hədə təşbihinin içinə bizning Zeydun Əsədun degan sözümüz kirib. Zeyd degan bir yolvas desəm, hər gün yerdə muş gipinin o'zidan Zeyd degan iboratni ishlatdim emasmi? Əsəd degan iboratni ishlatdim. Buningdan bu yerda Zeydning yolvas emasiga chiqib turdi. Yolvasning Zeyd emasiga chiqib turdi. Faqat og'zimdan chiqayotgan Zeyd degan bir yolvas turdi degan gap mening tuyg'umdimi shu, anglagan odamning tuyg'usimi shu. Har qanday bir gapni anglagan odam Zeyd yolvasdek botur degan hukmni oladi. Hargiz Zeydning o'zi to'tputli, quyruqi va chupuyuz degan ifodalamaydi. Qur'oni Karimda summun bukmun umyun dedi. Hech kim uni ko'zi ko'rmaydigan qarg'u, quloq anglamaydigan gaz, shunama va gaqlamaydigan gacha demidi. Lekin mushunga o'xshash odamlar bu. Buning xarakteri bu deb tushunganmiz. Chunki bu yerda ularni o'qitish yo'q, faqat o'qitish bor. Ana o'ganda tashbih hukmi kallam aydınlaşgan bo'lsa, bizning bu tashbih babida biz tashbih munosabatli 5 mazmunni so'zlaymiz. Birisi va nazr hafuna fi arkan tashbih. Bu yerda qarash, ya'ni bizning o'rganadiganimiz tashbihning arkanlarida bo'ladi. Tashbihning arkani ikki tarafi, ya'ni mushabbah bilan mushabbahun bih tarafi. Bu ikki vajhi shabah, ya'ni ikkisining o'rtaq nuqtasi. Mana ikkisi ma'noga o'xshaydi desa, o'rtaq bir tarafi bor. Va odat, ya'ni tashbih chiqadigan vositalar. Endi birisi g'arad, tashbihdan zodi nimani ifodalamoqchi? Mushabbahni ifodalamdi yoki mushabbahun bihni ifodalamdi? Va aqsam, tashbihning turlari, qismlari, qaysi nuqtalarda o'xshatiladi, qanday shaklda o'xshatiladi? Ammo shu tarafi haqida so'zlaymiz. Shunda bo'lganda tarafa, vajh shabah, odat tashbih, g'arad tashbih, aqsam tashbih deb necha mazmunga bo'ldik? 5 mazmunga bo'ldik. Shu bo'yicha ma'lumot. Avvallashlar biz nereden kelayli? Tashbihning ikki tarafidan kelayli. Endi abtur alohida o'ringa chiqilmay tashbihning ikki tarafida. Faqat gapni nerdan boshladi desang, shu mushabbah bilan mushabbahun bihningki hissimu aqlimu, ya'ni ifodalash tarafidan boshladi. Endi bunun kelishini ilgari biz tashbihning bir qancha misollarni olaylik. Zeydun kel Əsəd desa, Zeyd yolvasga o'xshaydi desa. Muhammad kel Əsəd desa, Muhammad nimga o'xshaydi? Yolvasga o'xshaydi desa. Qur'oni Karimdan va ja'alna al-layla libasa, biz kechini kiyimga o'xshash qildik deyilsa, masalan, va undan boshqa bizning ijtimoiy turmushimizda xuddi mundaqdek, xuddi ochko'zdek deganda gaplar bilan biz nurg'un gapni ifodalaymiz. Mushlarning hammasida biz bir narsalarni yana bir narsalarga o'xshatamiz. O'xshatgan vaqtimizda biz ko'zlayotgan ifodalamoqchi bir nuqta. U o'simi qaysi? Mushabbah taraf. Masalan, bir oldimizga negirdim bir so'chirdi. Misol uchun deyapman, mening terisining rangi qozonning ostida qor ekan desa, bir oq narsani bo'lsa uchirdi. Bu qordek oq ekan desa, birisining manzi qizilkan, buni biz qizil guldeklam qizilkan desak, mushurunda bizning nazarimiz, maqsadimiz ifodalamoqchi bo'lgan nuqta mushabbah taraf bo'ladi. Qarshi tarafga biz uning nigirning qorliqini ifodalab bo'lolmay, qozonni ko'z oldiga keltirib turib ifodalayapmiz. Unda bo'lganda bizning maqsadimiz qarshi tarafga qozonning ahvolini tunishtirishmi, heliqi qortanlikning qorliqini ifodalashmi, tabiiyki qortanlikni ifodalash. Va u bolaning chiroyi qap-qizilkan-ku, xuddi qizilguldek desa, bizning maqsadimiz qizilgulni turish, chunki qizilgul hamadagi ma'ruf.
balının çayını tasvirlemekçi. Onun çayı sağırıp ketipti, xuddi altın beklar dese, yoki onun çeçi serikken altın beklar dese, altın hemen degme tunuşluq, çaşının haletini qarşı. Oğanda müşabbahun bihdə asasi maqsad müşabbah görüp toxtaydı. Oğanda asasi maqsadlik taraf bolğany, yani oxşutulğan tarafı müşabbah ve şununğa oxşutup turup biz maqsadını ada qilmoqchi bo'lgan taraf nima bo'ladi? Müşabbahun. Ana mushu ikki narsadagi müşabbah bilan müşabbahun bihdiki tuyg'u ya hissi bo'lib degani biz ko'zimizdan ko'g'ildigan bir alayhi sifatlar bo'lib ikkisi sifat. Biz mana o'xshitishda o'xshitilgan narsa, o'xshitilgan tarafi ya hissi. Hissi degan odatda amaliy ko'g'ildigan, tutquldigan, purg'ildigan, silg'ildigan narsalar hissi deymi? Arabchada Uyg'urdagi hissi bilan o'xshamaydi nima? Arabchadagi hissi degani amaliy tutquldigan, ko'g'ildigan, purg'ildigan narsalarni hissi deydi. Hissi bo'ladi. Anın çayını qızılgülga o'xshatsa, qızılgülni ko'g'ilga o'xshatgan qizillikni anın çayını ko'g'ilga. Shundaymi? Mamiva ajab Laz reklam açıqına desa, mening tangilimi tetigan oldu, Lazning ta'minini biz tetib baqqan. Manda oldu. Ya aqli oldu degani, anda his tuyg'ular, bizning tuyg'umiz bilan yani ağzımız, tilimiz, ko'zimiz, qo'limiz orqali qurilgan emas, aqlimizda o'ylab qurilgan narsalar bor. Masalan, ilm degan insonning mash'iliga o'xshaydi. Odam yo'lni ilm orqali yuritib mangadi desa, ilimning yo'lni yuritilgan, odamni to'g'ri yo'lga boshlaydigan taraflarning hammasi o'ylab tushunadigan gaplar. Ma'noda ilm nima bo'ladi ilm degan? İlimdeki biz o'xshamoqda turgan taraf aqliy bo'ladi. Mash'alning yo'lni yuritadiganligi hissiy bo'ladi. Bir taraf aqliy, bir taraf nima? Hissiy. Ba'zida ikkala taraf nima bo'ladi? Hissiy bo'ladi. Abturmush tarafdan tushadi hozir. Mushuni tushuntiryapsizlar. Shu abturda gapning beshidan tashbihning ikki tarafi hissiya degani biz o'xshatmoqchi bo'lgan nuqtalari hissiy bo'ladi. Masalan, mangzini qizil bulga o'xshatganga o'xshash. Ovozni, ojiz ovozni pichir-pichirga o'xshatgan o'xshaydi. Masalan, bizning ovozni, mening ovozi ajab ping-ping chiqib, xin-xin chiqib ekan desa, ovoz xin-xinga o'xshaydi, shundaymi? Puroqni ambaga o'xshash, har ikkalasi burun bilan purg'ul bo'lgan narsalar. Tupukni ichimlik, mizlik, haroq ichimlikka o'xshatsa, masalan, o'sha she'rlarga tasvirlanadi. Yumshoq terini, masalan, teringiz ipakka o'xshaydi ekan desa, bu her ikilisi o'xshaydigan tarafi birisiga hissiy taraf. Manda bo'ladi. Yoki ikkala tarafi aqliy bo'ladigan o'ylab topilgan narsa. Masalan, ilm degan hayotga o'xshaydi desa, ilm odamni gullab yashnirdi hayotda. Ilm orqali nurg'un ishlarni qilamiz hayotda. Ilm orqali taraqqiy qilamiz hayotda, mavjud yashaymiz hayotda. Va xuddi bu jonga o'xshatganga jonivor odammi? Hayır, bu odamning jinovorlik hukmi can hayatlık buluş, hayat buluş adamga yo'l hazırlaydigan ilmning va bu ikkalasi aql orqali o'ylab biladigan, tushunadigan masalalar. Yoki muxtalifan bo'ladi. Birisi aqliy, birisi birisi aqliy bo'ladi. Masalan, o'limni yirtqichga o'xshatsak, o'limni yirtqichga yoki yirtqichni o'limga o'xshatsak, o'lim o'zining yo'lbos yirtqichga o'xshash changallarini etib keldi degan tasvirlar bor adabiyotlarda. Bunun da ölüm bir aqli hukm. Can çıkarsa adamda bütün hech qanday his tuyg'u qolmaydi deb tushunamiz emasmi? Ammo yirtqichlar hissiy hukm. Ölüm desa mushabbah bu aqli taraf, subu' desa yirtqichlar mushabbahun bi hissiy taraf. Atirni isl axloqqa o'xshatsa masalan, atir mushabbah atir bu furash orqali siziladigan taraf. Mushabbahun bi xuluq axloq degan bir odamning ishi qarab ha mabala qilib buldigan bo'lar ekan, odam bunda aqlni o'ylaydigan narsa bu degan aqli bo'ladi. Mashtaq bo'ladi dedi. Mushabbahun bi ikki tarafi mashtaq bo'ladi. Ammo yerdagi hissiy degan gapdan murod u yoki uning moddasi 5 zohir his tuyg'u a'zolarining birisi bilan bilinadigan narsalar his. Masalan, 5 tuyg'u deganim bayatman dedim ya, ko'z ko'riladigan, quloq tinglanadigan, burun puriladigan, til tetiladigan, qo'l tutiladigan. Mushu 5 turlik a'zo bilan bilinadigan har qanday bir sifat hissiy sifat bo'ladi. Endi hissiy sifat degan mushu 5 turlik a'zo bilan bilinadigan bo'lganligi bunda bir fantaziyali xiyollar bor. Fantaziyali xiyollarning hammasida o'ylab tushunilmaydi. Balki bizning ko'zimiz ko'rgan, qo'limiz tutilgan narsalarni o'zaro qurashtirib fantaziya shakllantiradi. Masalan, fantaziyada bir Allohning 3 ko'zi bor.
Üç közlü biz küzlen köp bakkan narsa haqning közünü. Aş közni quraqtırmız endi. Onun içki işlemi yerden sanjılap toğan. Şunda ama yoğan qanatlары var, quyruqlu adamlik berkidi. Bu tasvirlarning hammasi juz'iyatlarning hammasi his tuyg'udan elinib, an quraqtırılıp fantaziya şeklinde. Şuna turda adı fadakhala fihi al-khayaliya. Yani unda hissinin içine xiyaliyan kirdi. Xiyaliya degan nima desa, his bilan bilinadigan mavjud narsalardan Şunama min umur kullu vahid mavjud degani bir-birlik ishlardan biriktirilgan, qurashtirilgan qurilma bo'lib, har biri hislanadi. Masalan, dedim hozir tasvirlapatim bu Allohning tasvirlab fantaziyali xiyollarni qiladi ya, ammo Allohsidagi har biz o'ylayotgan narsaning hammasini avval biz ko'zimiz bilan yoki quloqimiz bilan anglab, ko'rib, aniga qurashtirilgan qurilmalar. Lekin buning qurilma holati yo'q. Mesela o biz xiyalga o fantazilik halde nima lem tujat yok bunda. Mesela şairin tüyenlik yüzde ve keenne muhmarra şaqiqi iza tasawwaba aw tasa'at a'lam yaqutun nushirna ala rimah min zabarjad desa bu şiirin o'zida bunda bir tasvir qilingan. Yani qizilgulning qizilligi keenne muhmarra shaqiq iza tasawwaba aw tasa'at qizilgulning g'ol yeşil oludu. Makallandı olsun ha. Yeşil Qizilgul. Qizilgulning qizilligi iza tasawwaba aw tasa'at paslab o'rlasa. Bunda qizilgullar shamalda lappanshidi ya. Mana lappansa xuddi bu yaqut bayroqki marvoyatdan bo'lgan neyziga chigilgan. Neyzning dasti marvoyat, ya'ni yeshil, xuddi gulning g'oliga o'xshash. Yaqut bayroq, yaqut degan qizil bo'ldi. Demak, yeshil dastiga bekitilgan qizil bayroqninki lapilgan holatiga o'xshaydi. Endi bu yerdagi marvoyat biz ko'rgan, yaqutni biz ko'rgan. Ammo marvoyat neyza, uning ustiga chigilgan yaqut bayroq ikkisi birikkan holatda fantaziya, bu quraqtirilma. Mayda qizilgul hissi bilan bilinadi, ammo marvoyat dastiga chigilgan qizil yaqut bayroq u aqliy g'itava, fantaziya g'itava, xayoliy g'itava. Xayolining o'zimi juz'iyatlari, uning bayroqqa yaquti, yoki uning nimasi marvoyati bizga ko'rgan narsalar, lekin shundan yasalgan neyza, shundan yasalgan bayroqlar u yo'q. Undan keyin bu fantaziya bo'ladi, Fantaziyani ham vahmiga tavoqachqa she'rdagi ikkala tashbihni biz hissiy tashbih deb ma'no qata qilamiz. Tamam. Ondan aqli o'g'ini ma'ada zalik degani yuqorida biz qilgan 5 tane his tuyg'u a'zolaridan sir. Ammo Uyg'ur tushundirsak biz buningdagi bu xil ahvol, bu sifatni kalimiz o'ylab, ha, ma'ish munda ekan deb o'zimiz o'ylab erishgan uqum aqli bo'ladi. Aqlining ichiga vahmiy kelib qoladi. Vahmiy deganimiz o'ylab cho'nqirlab keladigan xiyollar, cho'nqirlab keladigan tasvirlar vahmiy bo'ladi. Ya'ni u 5 his tuyg'u a'zolari bilan bilinmagan narsa bo'ladi. Walaw udrik agar bilinsa, vahmiy degan bilinmaydi zaten. Bilinib qolsa 5 tuyg'u a'zolari bilan bilinadi, uni boshqasi emas. Masalan, Imroil Qaysningki ayaqtuluni vel mushrifiyya vel mashrafiyya mudaji'i ve mesnunetun zurqun ke'anyab aghwali desem. Meni o'tiramdik ya bu. Mening mashraf qilichim. Mashraf qilich degani bizdagi yingsab chiqim degandan kelibdi. Yingsabning pichqi dangliq emasmi? Ma'lum mashraf qabilasining qilichi dangliq. Shu mashraf qilichim mening qishimda tursa, mudaji'i gap men bilan billa hamrohlab yotadigan tursa, mesnunetun o qilich chaqlangan Zurqun degandan shu chaqlanib ittikligidan ko'kirib ketgan degan ma'no. Ko'kirib ketgan xuddi ezitqularning tishi o'xshash. Ezitqularning nimasiga o'xshash? Tishiga o'xshash. An burunda qilishning ko'kligini yoki ittikligini, agar ko'kligini desak hissiy bo'ladi. Ittikligini desak, ittik degan o'qim ko'zdan ko'rilgan o'qim emas, balki o'ylaydigan, qarasa qattiq itikilib ketgan menda o'qimladi, bu aqliy bo'ladi. Kanyab aqvalida vahmining alaqa ezitquning magan kishiga o'xshaydi desa, ezitquda bir narsa yo'q zaten dunyoda. Agar bo'p qolsa hissiy bilan tuniladi. Lekin o'ylab biz
xiyoliga uchmaydi. Xiyolining har bir juz'isi bor narsalar. Lekin qurashtirgan holati yo'q. Vahmi deganning o'zim yo'q. Ezgu deb narsa yo'q. Ezguning tishim yo'q. Bulab qolsa hissini to'ldigan narsa yo'q, lekin biz o'ylab bordik yerga. Mana o'qtidim, bu nimaga ta'va, aqliga ta'va. Demak ham avtorning mush yag'icha sizlarga bildirmoqchi bo'lgani tashbihning ikki tarafi. İki tarafı degan mushabbahun bih tarafining o'qishtilayotgan bir tarafi bor ya. Shu o'qishtilayotgan bir sizga o'qishtilayotgan bir sifati bor. Ash sifat har ikkilisi ya hissiy bo'ladi, ya aqliy bo'ladi, ya birisi hissiy, birisi aqliy bo'ladi, yoki birisi aqliy, birisi hissiy bo'ladi. Bu qadar. Avtor oxirida shundaqla kaman bu aqlining ichiga tuyg'u bilan bilinadigan narsalar bor. Masalan, bir yerimizni pichoq kessa og'riydigan bir tarafimiz bor. Shundami? Bu og'riqni biz mingimizda his qilamiz, boshqa emas. Da bizga bir qattiq issiq vaqtlarda shamol kelsa, o'zimizni huzurlanamiz. Bu xil huzur masalan. Dard alam, achchig'imiz kelib qolsa, ichimiz pishib qoladi. Manda ich pushuqlarning hammasi aqlining tahtigida va mushu xil shaklda bo'ladi. Dal o'xshitilgan taraf mushu. Bir narsaning bir narsaga o'xshitilgan tarafi mushunda holat. Ya hissiy sifatlardan bir sifat, ya aqliy sifatlardan bir sifat, yoki hissiy sifatlar aqliy sifatga, aqliy sifatlar hissiy sifatlarga o'xshitiladi deydi. Ya'ni biz hozir tashbihninki ikki tarafini so'zlab tugatdik. Tashbihning vajhi shabah keldik. Inshaalloh qolgan oxirini kelasi darsda davomlashtiramiz. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.